yo'lga chiqaylik. Öyle. Siz hozir bana hergizmi takabül turanmaysiz. O'zingchi jadugarlardan tatib olgan sehr kuching bilan meni yengib olalayman deb o'ylab qoldingmi? Mening nima uchun nol? O'zingning bo'lsa 13-numur deb atildig'ini unutib qoldingmi? Qorong'ulik jadugari. Siz yo'qdan bor qildigan tavranmas mezonga ega. Lekin ilm har qanday talab egisi ustidan g'olib keladi. Amsa sinab boqaylik 13-numur. Men sal xafa bo'lib qoldim-jimi? Çatak yok. Arudu, Gerudu, Indokiya, Ciha. Arzu hem armanları arasında mevcudatın mensitmegen ümitsiz şah. Senin namın bilen karanlık içindeki tatlaşkan dervazeden çakırman. Qanlıq tilxat bilan bağlanıp qalğan o'shman xizmatkor. Qanlıq tilxat bilan bağlanıp qalğan o'shman xizmatkor. Bu dal hamoqatlarning ziyofatga eg'iz tekkizmoqchi bo'lgan payti. Bu dal nodonlarning ne'matlarga eg'iz tegmoqchi bo'lgan payti. Chaklash qissasi, oxirgi modda, zulmat bo'shlig'i, ijro bu. Men 13-numur.お師匠様からゼロの数字を与えられた娘だ。お前が面倒を見ろ。13番。Bu neymiş? Onun hatta mundağımı hınırı bakar. 13-numara. Bo'ldi. Qo'limizni tatdim, uni o'ldirib qo'yma. Nöl. Neymiş siz yaralanısınız?
Farmon tushdi. Har qaysi joylardagi qarindoshlar yig'ilib etibdi. Ko'pchilikning jangovarligi intayin yuqori ekan. Bu normal ish. Biz bugun oxiriy hurmatga sazovor Solinaning intiqomini oldigan bo'ldik. Sizlarcha yengilib bo'lamdi. O'zirikvarning boshlamchiligi bilan sehrli kuchga ega bo'ldik. G'albi ko'z oldimizda. 13-numir shundaq ishning yuz berishini cho'qim allaburun qiyos qilib bo'g'ashqa qiltaq qurib bo'ldi. Shundaq bo'lgan holatdami 13-numirni yengvasak hamma ish oxirlashidi. Bu buzrukvarning fikri. Amdiki qadamda Mush yerda qarindoshlarning yig'ilishini saqlayli. Tun yerim bo'lganda yo'lga chiqamiz. Ko'pchilik o'sharlikni saqlanglar. Ko'pchilik gapimni anglanglar. Aribas-sama. Ben nöl sehrgarlar uyushmasining vakili bo'lib sifatim bilan sizlarga buyruq qilaman. Sehrgarlikni vinasini bir mezgil ayirib olib qo'ymoqchiman. Ondan Solinaning degani bo'yicha sehrgarlikni to'g'ri usul bilan tarqitamiz. Shuning uchun sizlarning yordam qilishingizni umid qilaman. Arbas. Bizning hozirgi eng muhim vazifamiz Solinaning degani bo'yicha bu urushni to'xtatish emasmi? Shundaq, shuncha yildan beri bu urushda nurg'ilgan jodugarlar qirib tashlandi. Bu urushni odamlar ustidan g'alaba qilib oxirlashtiraylik. Ular bu yerga Solinaning navrisi uchun emas, balki Solinaning nomi bilan yig'ilgan. Aribas janoblari. Latet kenti hujumga uchragan ochchaqda siz zodi qayerda edingiz? Men jaduga otaydigan bo'yim izlab safarga chiqqan edim. Ko'pchilik qiyinchilik uchragan vaqtda siz o'zingiz yolg'iz safarga chiqibsiz. Vakil bo'lish sifatim bilan o'zimni kuchlantirishim kerak deb o'ylagan. Vakil ehtiyoji bo'lgani kuch-qudrat emas, balki ko'pchilikka bosh bo'la oladigan qat'iy iroda. Lekin sizdan bu narsani topqilib bo'lmaydi. Hey, bu zodi nemish 13-numir? U nemishqa bundoq bo'lib qoladi? nemishqa texecha tushunmaysan. O sen uchun uchraydigan ziyon zahmatning hammasini o'z ustiga elyapti. O cho'qim teningning ma'lum bir yerga afsun o'qib qo'ydi. Bu qandoq bu? Agar mendan minnatdor bo'lmasangiz, qalbingizda menga bermisangiz, bu dunyodan yo'qolib ketadigan afsun o'qib qo'ydimmi? Ajaba. U oshchoqda. Bu jon pido qilish tamg'isi. Tamg'i o'yilgan odam uchirgan har qanday ziyon zahmat qarshi tarafga yetkazadi. Bu xil ruhiy bog'lanishni o'zib etish uchun faqat nol o'zi afsuni qaytarib olish kerak yoki sen mening nazarband uyimda o'lgicha turishing kerak. Asli bundoq ekan. Yaqindan doimgidek g'alati ishlar yuz berib turgani bekor emas ekan. Onu tat, o qasan nol yarlındı. Nol yarlanibdi. Nemishqa bundoq bo'ladi? Nadimi xo'jayin qovdig'isini qovdig'ini ba. 13 numar, 13 numar. To'g'risi nemishqa shuncha ko'p? O degan osmon nol. Quyoshchi. Tush bo'lganda andin ko'gil bo'ladi. Lekin quyosh nurining bu yerga tushish vaqti bakla qisqa. Sirtda dunyodagi jodugarlarni ashundoq manzarani ko'ralamdi. Kim bo'ladi? Lekin hozir ko'p qism jodugarlar yoshirinib kun kechiryapti. Nemishqa yoshirinadi? Kelar ketim sizga bir tarix kitobi beray. On 13 numar. Sen yozgan kitob bekli qiziqarli ekan. Agar xatlaring umidchining putidek sat bo'lmagan bo'lsa, boshqa qarindoshlarimizmi kelib o'qiy olaydi? O odamlar baribir buning qimmatini bilmaydi. Meningmi kitob yozuvim bor. Dunyoni o'zgartira oladigan kitob yozuvim bor.
Ne? Nimaga bunda qaraysizlar? Ishkamning bu holati nimaga o'xshab qoldi? Sizga hech bo'lmadimi? Teramni ozroq tishlab oldi shu. Mag'rurlansam og'riqim pasayib kelyapti. Sehrni kontrol qilish iqtidorimni bakli cho'ngchaqlayaptiman. Agar askar bo'lmagan bo'lsa, bu kamgacha 13-nomerni o'ltirib qo'yatdim. Siz boyqi sehr hujumida qasdan utirib edim demoqchimisiz? Bu iqtidorning farqi emas 13-nomer. Balki bu mahoratni kimning borliqqa keltirganligida. Bu nima deganingiz? Nolning kitobidagi ba'zi joylardagi afsonni qasdan xato yozib qo'ygan edim. Qonliq tilxat bilan bog'lanib qolgan o'chman xizmatkor. Ne'matlarga eg'iz tegmoqchi bo'lgan payti. Xato bo'lgan afson sehrning aslidagi kuchini joriy qildira olmaydi. Mundaqcha aytganda, Nolning kitobidagi jadolar bilan meni hargizmi yengolmaysiz. O'zingizga ishonganingiz beka emaskanda. Men degan dunyodagi kam uchraydigan jadugar. Har vaqt o'zimning ziyonkashlikka uchrashimning oldini olishim kerak. 13-nomer. Sening g'arising oshkorlandi. Men amdi Venasda sehr pechatlab Nolning kitobining ishini oxirlashtiraman. Sen qanday qilishni o'ylashyapsan? Men asli bu davlatni sizga taqdim etay degan. Chunki men buni sizning orzuyingiz deb bilgan edim. Agar undaq bo'lmasa, mening tortishadigan hech narsam yo'q. Nol. Hamma ish sizning o'ylig'ingizdek bo'lsin. Hozirgi masala bo'lsa qo'g'langan jodugarlarning harakat yo'linishini bilish. Qo'limizdagi uchurdan qaraganda ular bu qitimqi urush qalaymag'anchiligidan foydalanib Fumigaga hujum qildi ekan. Amal yo'q. Ehtiyotkorlik bilan ish ko'rib, sabdoshlarni ishkiga bo'lib harakat qilaylik. O'rdimi? Chavandozlar qo'shini kapti. Nima? Ma ishni. Qani? Kuzatchilar qaramay nima qilishdi? Qo'diqmonlar. Qaytadan sap tuzinglar. Arbas janoblari, yavaşroq bo'ling. Chavandoz kasmi koring yo'qmi? Garchi ilgirki chavandoz bo'lsam. Asli siz kansizda. Lekin siz qanday qilib Bu gaplarni keyin deyishaydi. ularni to'sishga mumkin bo'lmag'idek. Sehrni tezdan g'oyib qilishdan boshqa amal qilmagandek turdi. Qo'g'lab ketdi. O'lgur, nima tez. Bo'rdimi? Xo'p. O'lash qisi 4-modda tosh yerish. Ijro qil. Men Oribas. Qasda juda qildimi? Boshda og'amlarning qishiga bosaq yaxshiroq bo'larmikin? Yo'q. Hozir bosaq o'tishib ketishimiz mumkin. Yana 4 o'rin qoldi, vaqt yetmaydi. Keyingi o'ringa boraylik. Arbas janoblari. Nemishqi bizga sotqinlik qilasiz? Men sizlarga sotqinlik qilmadim. Balki hozir ishonmasligingiz mumkin. Texich tambamdingizmi? 13-nomer hozir talvilik bilan jodugarlarni to'xtamay o'g'layotdi. Qarindoshlarimizning hammasini u o'ltiribdi. Ay, kallangni sirkivasan qandaq. Buzrukvar hammalarning beshini qaymoqtirib etibdi. Faqat buzrukvarlar bizni chetga qoqmay, hammaylanga o'xshash muomala qiladi. Bizga kuch berganmi? Dal bizning. Shunga da'vataman. Ha, qochaylik. Boshda nega bormiz? Hozir har qaysi joylardagi jodugarlar 13-nomerga qarshi chiqish uchun bu yoqqa qarab kelmoqda. Agar ular uchrab qolsak, avorchilik qilamiz. Sizlarga ko'z tutib qo'yay. Bu
Seyrgarlar uyushmasidagilarning bo'yindagi yoqut tortayotgan surat. Men odatda ularni mushundoq ko'rsataman. Albatta, sizlar shuning ichida. Eli nayranglarang nimanchijaq? Başta o pistak bilan uchrashayli. Sening degining Solinaning navrisimi? Ular xatar ichida. Chatoq yo'qdi. Bu Nemishqi chatoq yo'q bo'g'dak. Asli bo'lib qoldi. Arbas janoblari va uning hamrohi sehrchi Amerikaning markazi tarafga ketgan bo'lishi mumkin. Qanday qilamiz? Planni orqaga suramdiq. Yo'q, bunchalik kichik ish uchun parakanda bo'lmayli. Aslidagi plan bo'yicha yurish qilaylik. Bu kasbiy qatillarni xoinni qo'g'lashga qo'yib beraylik. Nol sehrgarlik uyushmasiga barliq kishilar hozirlik safga tizilsin. Qo'rshada qoldik. Xoinni o'ldiraylik. Xalqis. Xalqi. Mana men. Nol. Tutish qissasi 8-modda. Xo'sh qafizi. Ijro qil. Men 13-numar. Qaytirish jadosi. Ne? Hech nima bo'lmaganda, pistak. Nemishqa 13-numar bilan. U ablag. Pistak, ishdiyoz. Sizlarning gangrab qolganinglarni tushunaman, lekin o'zinglarni tutib olib, tushuntirishimni anglanglar. Gapning muhim nuqtasi shuki, 13-numar dal parda orqasidagi yetaklaguvchi. U bir tarafdan parda orqasida yetaklab, bir tarafdan sehrgarlar uyushmasiga satqinlik qilgan. Bu soltak o'z yolg'iz oq va qora ikki tarafda rol epdi. Bir tarafdan davlat sehrgar bo'lib, jodugarlarni qirsa, yana bir tarafdan o'zi qurgan sehrgarlar uyushmasini boshqaribdi. Nima? O'zi qurgan sehrgarlar uyushmasi ajabo shundoq. Menda nol sehrgarlar uyushmasining qurg'uvchisi. Ya'ni sizlar eng cho'ng bilib hurmatlaydigan buzrukvar bo'limi. Mumkin emas. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Men buzrukvar bo'lish sifatim bilan bo'yninglarga u yoqutni taqo'g'izdim. Ondan mushu yoqut orqali sizlarning barliq harakatinglarni kuzatdim. Mushuning o'zi yetarli isbot bo'ladi-ku deyman. On 13-numar nolning qaytirish jadosi bilan Venasning sehrgarligini g'oyib qilish planida bizga yordamlashishga qo'shildi. Sen texi xalqizni ko'tirib o'ldirmoqchi bo'ldingmi? Yana texi Solinani. Qo'lingni taq. Dalash ablah bobo taqt Solinani qasligan. Meni qo'yib-at. Undaq emas. Nima deysiz? Baba bo'lsa, o jodugarlar birdamlik hayajon ichida ib bo'lgan sehrgarlik siniqining oqibati. Bu ishda 13-numarni ayblaydiganga asosimiz yo'q. Shikanglar qaysi tarafda tursizlar? Hech qaysi tarafda turmaymiz. Bu degan amaliyat. Shundoqdimi? Buning hammasi 13-numarning Venasi sehrgarlikni tarqatganlik sababidan-ku. Sen momamni o'ldirding. Kechiring. Garchi bevosita bo'lmasimi, Solinaning o'limida mening bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyatim bor.
u bir mening bilish doiramdan xalqib ketgan, ilmga ega, cho'nqir fikrlik jodugar ayol edi. Uni qutqizamaganligimga toki hozirgacha pushaymon qilaman. Endi bo'lganda momamni tilga ilishingga ruxsat yo'q. To'xtang. Bu nol sehrgarlar uyushmasidagi barliq a'zolarning buzrukvari, ya'ni men bilan tuzishgan jodugarlarning qonliq tili xati. Buningda sizningmi ismingiz bor? Mushu bo'lsa, siz hargiz menga ziyonkashlik qila olmaysiz. Bo'lmasa, tilxat kuchga ega bo'lib, siz g'oyib bo'lasiz. Sen nima qilmoqchi? Endi tilxat kuchdan qoldi. Meni o'ltirib etishga tamoman asosingiz bor. Va'da bering, meni o'ltirib etishingizga hargizmi qarshilik qilmayman. Lekin sizdan menga o'zgarib, yangidan odam bo'lishga fursat berishingizni umid qilaman. Men